Bugungi videomizda ham sizga savol beramiz. Agar javobini to'g'ri topa olsangiz, Barhayot Optimdan sovg'amiz bor. Agar javobini bilmasangiz, Barhayot Optim nereda joylashganini bilsangiz, shuning o'zi yetarli. Unda biz boshladik. Qarang, sizga savol beraman. Agar javobini topa olsangiz, Barhayot Optimdan sovg'alardan birisi sizga bo'lishi mumkin. Tayyormisiz? Tayyormiz. Boshladik. O'zbekiston bayrog'ida necha yulduz bor? 12 dana. Uni ma'noni bildiradi 12 yulduz. 12 dana faoliyatni bildiradi. Молодец, bilasiz ekan. Qaragan bir sovg'ani sizlardan qaysini bering? Bingo, Kriush vositasi Muratga ketdi. Sen o'ylab bilasizmi? Tamam. Молодец, chanchi qolsin. 5. Молодец. 8-7-chi. Qirq. Matematikani jonli o'qi. O'zbekiston madhiyasining so'zini kim yozgan? Abdulla Aripov bilan So'zini Abdulla Aripov yozgan, to'g'rimi? Ha. Молодец, bilasan ekan. Konfetlar sana. Yo'naboyib opama berasan. Ishtirokingiz uchun rahmat. Sog' bo'l. Barhayot Optim haqida eshitganmisiz? Ha, Nerda adresi? Londonning to'risindami? Ekan. Borganmisiz, bormanmisiz? Yo'q, borib ko'rmaganman. Unda endi borib ko'ring, lekin adresini bilganingiz uchun bir sovg'ani tanlashingiz mumkin. Shikoyat qizlarga ketdi. Ishtirokingiz uchun rahmat. Har doim go'zal bo'ling. Yurtimiz bayrog'ida necha dona yulduz tashkillangan? Aytaver. 12. Do'stlar yordamidan foydalanib aytamiz, lekin shundan podarkani bo'lashsa, unda qalagan birsini tanlang. Barhayot Optim haqida eshitganmisiz? Eshitganman, eshitganman. Adresi nerede? Mondur manglayında Shabbos bog'ning qatorida. Mana, rahmat ishtirokingiz uchun. Yurtimiz bayrog'ida necha dona yulduz tasvirlangan? 12. Bu nima ma'noni bildiradi? 12 mamlakati. Mamlakat? 12 davlatning. Tashvishli javobingiz xato. Endi sizga ikkinchi shans bor. Barhayot Optimga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Barhayot Optim haqida eshitganmisiz? Yo'q, eshitmaganman biroq. Afsuski. Hozir bosasam bo'lmayman. Hozir bosib qo'ying. Hozirgina obuna bo'ldilar. Barhayot Optimga ko'rib turganlaringizda, lekin ishtiroklar uchun sovg'a beramiz. Sok ketdi. Ishtirokingiz uchun rahmat. Egizak ekansiz sana. Atlangiz? Fatma Zuhra. Молодец, mashallah. O'zbekiston bayrog'ida necha dona yulduz tasvirlangan? 12. Bu nima ma'noni bildiradi 12 yulduz? 12 viloyat. Javobingiz to'g'ri. Barhayot Optimni eshitganmisiz? Ha. Adresi nerede? Londonning to'risida. Молодец, bilasiz ekan. Ishtirokingiz uchun rahmat. Ko'rib turganlaringizda bugun barcha sovg'alarimiz o'z egalaridan topshirildi. Yodingizda bo'lsa, bundan oldin bizlar barcha narsaga bir chetdan skidka qo'yib keltiramiz. Ularga, shimishkamoylarga hammasini. Bu safargi skidka qaysi mahsulotga bo'lishini siz qaritasiz. Komment qo'ying va kommentda o'z fikringizni yozib qoldiring. Va qaysi narsaga eng ko'p komment yozilsa, shu narsani biz albatta siz uchun chegirmaga, ya'ni skidka qo'yamiz. Aytgancha, obuna bo'lib qo'yish adingizdan chiqmasin. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Podpisatsiyaning ustidan bosib, yo'qotib qo'ying. Oldindan rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.